Dancangiz aytavering, real taqilgan narxini aytavering Akmaljon. Bo'ladigan narxini 100 ming, 50 ming o'tib gapiramiz. 4 milliondan emas aka. Bitta gap 3 million 800 dan dastlabki qilib yetkazib beraman. dastlabki o'ylashmaydi. Quloqni inlari ham bir xil. Ikkalasi ham urg'ochi ekan Akmalxon. Doim urg'ochi. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Xudo xolasa akalar, Qirg'izistondan katta partiya mana pash to'xliga chiqqan urg'och qo'zlarimizdan yetib keldi akalar. Ishqibozlari xudo xolasa bugun aloqada bo'lib, xudo xolasa qo'y olmasalaring ham videoni erinmasdan ko'rib akalar, like tugmachasini bosib akalar, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz akalar. Bugun biz syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida syomka qilyapmiz. Xudo xolasa Akmaljon ukamiz bilan bularni bir narx-navolari bilan sizlar bilan tanishtirib boramiz akalar. Bugun hafta kunimizga chorshanba 2026-yil 7-iyul sanasi bilan biz syomkalarimizni boshladik. Xudo xolasa qo'ylarni zo'rlardan, toza qonlilardan, originallardan, zo'rlardan yetib keldi akalar. Akmaljon, assalomu alaykum. Qo'ylarga kelam. Charchamay, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka, yumsiz. Qo'ylarni yaxshilardan, zo'rlardan yetib keldimi? Aka, seleksiya bopidan keldi. Aha. Ishqibozg'a seleksiyaga sotamiz. Aha. Bir pachka 9 dona so'liq, 1 dona qo'chqari bor. Bir dona qo'chqari bor. Qo'chqarini men hozir ko'rsataman. Mana. O'shalarga Mana. Arashanda 10 ming 15 mingga sotyapti. Aha. Bu jonivorni qulog'ini qarang. Solishtirishadi. Mashalloh, mana. Haqiqiy quloq garbonos hamma yo'g'i kiygan, xudo xolasa quloq 20 dan uzun ekan, Akmaljon. Quloq 20 oshiq aka. 20 oshiq. Xudo xolasa mana shu qo'chqar bilan yurib mana razizlar tikka. Xudo xolasa mana urg'ochlarni qarang. Oq quloq, kelpon quloqlaridan akalar. Jonivorlarni qarang. Haqiqiy Akmaljon, ularni udarini yig'ibsiz. Xudo xolasa hammasi tiniq. aha. Ichida bir bachkana qo'zi yo'q. Narxini yo'lida qilib bersangiz bo'ldi. Misol aka buni bir joyga olsin, Aha. yengil bo'ladi aka. Misol lekin uni qo'chqarni ochiq aytib ko'raman mana. Internetda ko'ryapman bo'lsa ham, kim bo'lsa ham mana kelib tepasidan ko'raveradi qo'ydi. Qo'ydan yo'ladigan narsa emas, ha. Mingga ham bermayman qo'zi qo'chqarni. O'zini qo'chqardi. $1000 ga ham bo'lmaydi. Lekin buni o'psh olganga o'ta qulay tushadi. Lekin buni Urg'ochilar bilan birga olishsa, xudo xolasa narxini yo'lida qo'yib berasizmi? Bularning yosh oyliklari, ma'lumotlarni birma-bir endi aytib o'tsangiz yosh Akmaljon. oyliklar aka 6 oylik plus minus. 6 oylik plus minusda. Xudo xolasa 70 plusda. 70 plus minusga olarsiz. Olsin. Xudo xolasa olib borgandan keyin o'zi bu qo'ylarni aslida Akmaljon bo'yiga, masalan, kilosiga tortishadigan narsa emas, aslida. Misol uchun siz ham bilasiz, biz ham qo'ydi ichida yuramiz-da. Bular avvalo zotiga. Bundaqa qo'zini terib olishda o'zi bir mashaqqat bo'lyapti. Aha. Yengil bir joyda chiqaramiz, narx chiqaramiz aka. Olgan odam baraka topadi. Nech puldan qo'yib berasiz? Optimiga bitta bahoydan. 5,5 dan bersin. Voy voy Bir voy. joyga ketaversin. Akmaljon, kun issiq. Mana bu qo'limizda bitta ushlayman Akmaljon. Bitta narx aytganda, men ham siz bilan tortishmay, ikkalamizdan qo'yiladi, charchoq bilmayman. Ha. Oldi qochdi gap kerak yo'q. Ana, 50 ming pelni mayda chuda qilmayman men. Buni 100 ming ham emas aka. 200 mingni o'taman. Samarqandgacha dastlabki aniq beraman. Toshkent emas aka. 5 tipasi qo'yib berasiz Akmaljon. 5 tipasida anaqa 100 ming, 200 ming emas. 5 millionman aka, menga 60 ham bermaydi. Bu qo'zilar. Akmaljon video chiqmay qoladi. Yo'q, eshitib turaman aka. Qo'zisi bor aka. Aha. 3,5 millionga ham beraman bundan. Yo'q, men sizni ertalabgacha ham eshitib turaman, buni kunda issiq edi Akmaljon. Lekin buni narxdan 200 ming kam. Realni o'ting. Bo'ladigan narxini qo'ying, kunda issiq edi, tortishmaylik. 5 million 200 ming. Yo'q, 5 million 200 emas. Yo'q aka, Yo'q, 5 milliondan berishadi, boshqa gap so'z sig'maydi. 5 dan bo'lmaydi aka. 5 milliondan. Dangal 5 dan bo'lmaydi. Qo'ylardi xudo xolasa. Qo'ylar aka, bu qo'zilarni bermaydi. Siz haliga ana chiqarib turgan haliga 48 47 yil qo'zilar solishtiryapsiz shekilli bu qo'zilardi aka. Yo'q, Akmaljon, hammasi tiniq qo'zilar. 5 million 200 dan o'tib bering. 5 million 200 dan dastlabki qilib yetkazib beraman uylariga. Akmaljon o'tib berasiz. Dastlabkamiz qayergacha bo'ladi? Dastlabkani aka gapni eshitdim. O'zbekiston bo'ylab bor. O'zbekiston bo'ylab bor. O'zbekiston bo'ylab bor, Buxorogacha. 12 ta viloyatga bor. Buxorogacha ha deng. Vodiy bo'ylab Buxorogacha
Uyshinglarni tagiga yetkazib olib beradi. Joniy hisobsiz. Lekin Akmaljon bitta gapiraman. Optimiga hammasini chiqarib yubor deysa, 5 minglik yuzdan hayron qilib berasiz. Hayron qilib beraman aka, telefon qilish olsin. Ish bitadi. Savdo qilamiz aka. Joniy hisobsiz akalar, aytilgan narx muhim emas. Telefon qilasizlar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Akalar biz bo'lsa biz keyingi partiyalarimizga olib chiqamiz. Akalar keyingi partiyamizga to'xli variantidan, xudo xolasa qiziqqanlar bugun aloqada bo'lasizlar. Jonivorlarni qarang. Original qo'chqor ham o'ta razrezi boshqacha ekan Akmalxon. Bitta o'shancha qo'chqordi. Qo'chqorda haqiqiy bo'ladiganini qo'shyapsiz ekan. Aka, buni olgandan keyin kimdir seleksiya qiladi-da. Bir qop pulga qo'chqor olmaydi-yu. Buni tarbiyalab olishadi. Tarbiyalab qilishadi hali. Aha. Qo'chqor degan bir qop pulga bermay turishaveradi. Joniy sog' bo'lsin Akmaljon. Soni nechta bu yerda? 8 dona so'g'liq, 1 dona qo'chqor. Hammasi to'g'li variantida. Avgusta qo'chqor qo'shishaverar ekan. Bemalol qo'shishaveradi. Akmaljon bularni yosh oylar nechalik dedingiz? Yosh oyliklar 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida. Jonivorlarni qarang, 700 ta gramm muammosi yo'q. Xudo xolasa dastlabki o'sha 12 ta bo'layotgan. Aka, telefon qilishsin, uyim bor desa bo'ldi. Qilib berasiz. Beraman aka. Narxi nech puldan bo'ladi? Bir joyga 5 dan beray. 5 milliondan. 5 milliondan. Baland etmay. Yo'q, o'tmaydi emas. Realni bitta gapiring. 100 mingdan 200 ming o'tib beraman, 4 million 800 dan bir joyga ketaveradi. Bir joyga hammasi qo'chqor ham ichida. Hammasi ichida ketaveradi. Hammasi joniy sog' bo'lsin akalar, aloqada bo'laverasizlar. Xudo xolasa kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar akalar. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon deb qo'ying. Vallahi qarang. Haqiqiy Mana so'lg'iladi aka, dollarga ham bermaydi. Mana jonivor so'lg'iladi aka. yuzi o'ta tiniq ekan, jonivorda, ha? Akmalxon. Hammasi shunaqa aka buni. Joniy sog' bo'lsin. O'ylar bermaydi aka, 5 million, 5,5 million. Lekin akalar bitta gapni eshitinglar-da, mashq qo'chqorda bir kishi shunday egasini qo'lida bo'lsa, silab kamida 1000 qo'yadi. Lekin optimiga olinglar, 4 million 800 ming so'mdan xayri bor ekan. Telefon qilaverasiz, xudo xolasa ishlaring bitadi. Mana zo'rlardan tozalagan. Yana partiyamiz bormi Akmalxon? Partiyamiz bor aka. Xudo xolasa aloqada bo'lsa, yo'qsa biz keyingi partiyalarimizga olib chiqamiz. Akalar birji bodam gulidan so'raganlarga mana haqiqiy qarang, birji ekazakka o'ydi jonivorlar. Akmalxon, ekalasi ham urg'ochimi? Ikki o'yam urg'och aka. Ekalasi ham Odam urg'ochi. gulini zo'ridan. Bodam gulidan boqib akalar ko'paytiraman degan kunlarimiz bugun aloqada bo'lasizlar. Bular ham to'xlar. Bular ham to'g'ri aka. Yosh oyliklari qanaqa? Voy, yosh oyliklari bunisi bir 8 oylik atrofida, bunisi bir 7 oylik. Aha. Ikkovini Qo'chqorga tayyor ekan. tayyor. Pul o'ta yengil chiqarib beradi. Puli yengil. Bo'ylari necha chiqadi Akmaljon? Bo'ylari aka 75. Atrofida chiqaveradi. Chiqaveradi xotirjam. Mana akalar. Quloqlari butun. O'lchab qo'y sotmaymiz aka, lekin suyaga yetib turibdi qo'yiladi. Suyaga yetib turibdi. Qo'ylar uzunligi ham, gazi ham, xudo xolasa yaxshi. Mana xudo xolasa bugun qiziqqanlar bugun aloqada bo'laverasizlar. Xo'p Akmaljon, obunachada ko'p kuttirmaylik. Narxi taqilgani. Buni taqilgan narxi 10 million so'm. 5 milliondan 10 million so'mga dastlabki qilib yetkazib beradi. Bundan oldingi partiyani qanchadan qo'ydik? 4 million 800 dan. O'sha narxida ketaversin bular ham. Endi buni qo'yib bermaydi ham-da. Keyin bo'lsa, endi obunachilarga bo'lsin. Joniy sog' bo'lsin. Akalar, aloqada bo'laverasizlar, xudo xolasa jupini olib qo'yinglar, maza qilib boqasizlar. Bodam gulidan so'raganlarga. Akalar, videoni yerimizda oricha ko'p turavering. Ekalasi ham urg'ochi akalar. Stoklarini qarang, jonivorlarni gazi o'zi bilan ekan. O'zi bilan qo'yiladi, qarang. Kiyik singan jonivorlar aka. Kiyik singari. Odam bor-ku, ishqibozchilikqa baqadi. Ishqibozchilikka. Dollar sevet ekan, dollarda chiqmaydimi? Yo'q. Bizda undaqa dollarda chiqadigan emas aka. Yosh oyliklari qanaqa Akmalxon bo'ladi? Yoshlar aka 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofida urg'ochi variantidan. Xo'p Akmaljon, kunduz sig'ida bo'lib bitta realni bitta narxini ayting. Bitta narx aytamiz, kesamiz. Aha. Ortiqcha gap so'z sig'maydi. Misol mana issiq ham bo'lib ketdi, qiyishmaydi, tortishmaydi aka. Tep-tekis 10 million bo'lsa beraman. O'zi 10,5 edi maqsad aka. Aha. Tep-tekis 10 million pul sanasin, dastlabki qilib ber deysin, shunda qilib beraman qo'ylar. Dastlabkasini qilib berasiz. Kerak yo'q, ha. Joniy sog' bo'lsin akalar, aloqada bo'laverasizlar mana. Ekazagadan 10 million so'mga akalar, xudo xolasa telefon qilsalaring, sunnatga o'tib berasizmi xayriga? Telefon qilishsin aka, o'tib beraman. Joniy sog' bo'lsin akalar. Qo'ylar o'ta chars kiyik variantidan ekan. Qarang. Akalar, videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turavering. Keyingi partiyamizga mana toza qonliklaridan, yoshidan, puli arzonidan so'raganlarga 3 dona, biri qo'chqor ekan, 2 dona urg'ochi variantidan akalar. Xudo xolasa yoshidan o'zim tarbiyalab olaman degan obunachilarimiz mana shu uchalasini olib qo'yinglar, maza qilib boqasizlar. Akmalxon, bitta qo'chqor, 2 dona urg'och, ha? Mana shunisi qo'chqor mana ko'rsatib ko'ramiz aka. O qo'chqorni qulog'ini qarang.
haqiqiy onaga jonivordi qarang mana oq yuzidan, oq qulog'idan mana. Rezlari ko'tarib ekansa. Akmaljon bular Qo'qon degan akalarimizga. aha, Ko'p emas soni. Puli yengil. puli yengilidan, arzonidan. Arzonidan chiroyli qilib qo'yib olishadi. Xo'p, bular yosh oylari qanaqa? Yosh oyliklari bir 4 oylik atrofida. 4 shunaqa atrofida. 3,5 oy 4 oy bo'lib bo'lmagan aka. Aha. Bo'lsa yosh qo'ylar yeb ichishlari bir hafta o'tib sinov muddati bor. Behijolat telefon qilishaveradi. Xo'p, Akmaljon, uchalasini bir joyga narxi. Aka buni ham yo'q. Telefon qilsa, sunnatiga o't berasiz. Sunnatiga o't beraman. Joningiz sog' bo'lsa, agar aytilgan narx muhim emas, xudo xohlasa telefon qilaverasizlar, ishlaringiz bitadi. Mana qo'zlar zoridan yem xashakda xotirjam yeydi Akmaljon. Bemalol aka ovqat bo'lsa yeydi. Ovqat bo'lsa yeydi. Akalar, videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.